Assalomu alaykum Nurli tabrik loyihasini kuzatuvchilari. Ayni damda biz Gurlan shahridan Bugan shahriga yetib keldik. Bu yerda biz Xushro'yonamizni bir-biridan muhabbatli bo'lgan farzandlari va yaqinlari nomidan tabriklash uchun yetib keldik. Sanoqli soniyalardan so'ng sizlar bilan mana shunday his-hayajonli daqiqalarga birgalikda guvohi bo'lishimiz mumkin. Qabul qilasan. Kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Shukrona kunlar muborak bo'lsin deymiz. Xushro'yona. Ana, mana kutilmagan sovg'a Gurlan shahridan mana farzandlaringiz va yaqinlaringiz nomidan yetib keldi. Marhamat, chiroyli qilib o'rningizni egallab olishingiz mumkin. Bugungi kecha muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, hammangiz joylaringizni egallab olishingiz mumkin. Tabriklaymiz deganda bitta qarshi energiya qo'yamiz. Muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, chiroyli o'rningizni egallab olishingiz mumkin. Katta rahmat. Avvalo assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Allohning nazari tushgan, Allohning fayz va barakati yog'ilgan fayzli xonadonning qadrli mehmonlari. Assalomu alaykum deymiz. Uzoq yaqindan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar, xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga hasonatlar bo'lsin deymiz. Mana bugun mana shu yurgan Nurli tabrik loyihasi ijodkorlari mana onajonimizni xursand qilish uchun Gurlan shahridan mana Bugan shahriga yetib keldi. Onajon, avvalo assalomu alaykum deymiz. Mana shu yurgan Nurli tabrik loyihasi ijodkorlari kimni nomidan sizni xursand qilish uchun, sizni tabriklash uchun kimning nomidan yetib keldi deb o'ylaysiz? Agar topsangiz
100 ming so'm bizlardan priz bor. Agar topolmasangiz siz berasiz. Kimning nomidan kelding? Eng sevimli qizim bor mana Rossiyadan. Qamoq mana qo'yla biladi. Nasiba ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. 100 ketdi. Sizni dunyolarga yarashmaydigan, sizni hammadan ko'p yaxshi ko'radigan onajonimiz bizni oilamiz malikasi. Onajonimiz bizni oilamiz farishtasi. Onajonimiz bizni jannatdagi bo'stonimiz deb turgan, bir-biridan mehr muhabbatli bo'lgan farzandlaringiz. Albatta mana shu yerda musofirda yurgan Nasibaxonlar nomidan albatta tabriklar qutlab keldik. Qolaversa, mana shu yerda nevarangiz Diyorbek, Nazakotxon hamda Nazakotxonni Farg'onadagi otasi Baxtiyor aka, enasi Yuba onalar nomidan tabriklar qutlab keldik. Bitta qarsinglar jalb qo'yamiz-a? Muborak bo'lsin deymiz. Bu yerga kelishdan oldin mana bizga Telegram orqali bizga bog'lanishdi-da. Qani bugun kimni tabriklaymiz, kimni xursand qilamiz desam, ular aytdilarki, bu dunyoda qalbi eng toza, qalbi mehrga to'la bo'lgan mehribonimiz onajonimizni xursand qilamiz dedilar. Xo'sh, onajonimizga nima deylik? Ularni qanday so'zlar bilan xursand qilaylik desam, ular aytdilarki, onajonimizga yurakdagi, qalbdagi so'zlarimiz bisyor, lekin nimadir to'sqinlik qiladiki, buni o'zlariga to'g'ridan to'g'ri ayta olmaymiz dedilar. Lekin ko'nglimizdagi gapni ayta olmaganimiz bilan onajonimizga bo'lgan mehrimiz cheksiz va samimiydir dedilar. Chunki bizni yemasdan yedirdi, bizni kiymasdan kiydirdilar. Bizga shu darajaga yetishimizga sababchi bo'lganingiz uchun onajon sizga katta rahmat dedilar. Biz farzandlar ichida eng yaxshi farzand bo'la olmagandirmiz. Lekin siz onalar ichida dunyodagi eng yaxshi onasiz dedilar. Onajon boringizga shukr, dunyo turguncha turing dedilar. Davralarni to'g'rida mana shunaqangi davri davron surib yurishingizni albatta mana musofirda yurgan Nasibaxonlar nomidan tilakdosh bo'lib biz sizga yo'llab qo'ydik. Ana endi farzandlaringiz, yaqinlaringiz nomidan bitta she'r o'qib beraman. Yaqinlaringiz nomidan qabul qilasiz. Mayli onajon. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yu mehri boshqacha. Kirsa hamki 90-100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tuganmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda, onajonim bor hayotda yashash boshqacha dedilar. Albatta onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin deymiz. Onajonlarimizga bo'lgan hurmat, e'tibor faqat so'zlarda emas, mana shunaqangi amalda ham chiroyli o'z isbotini topadi degan umiddamiz. Onajon, yana bir bora mana shunday shukrona kunlar, tavallud ayyomlar muborak bo'lsin deymiz. Mana farzandlaringiz, qizlaringiz sizni shu daraja yaxshi ko'rar ekanlarki, bizga necha kundan beri telefon orqali, Telegram orqali bog'lanib, mana shunaqangi surprizlarni onajonim xursand bo'lsalar bo'ldi deb, mana kun-tunimizni bezovta qilib, gullanday yerda mana shu yerga olib keldilar. Muborak bo'lsin onajon. Tabriklaymiz. Ana endi mana shu yerda yaxshi niyatlarni ko'ngilda tug'ib qo'ygan mana mehmonlarimizdan birin-ketin tilaklarni, istaklarni qabul qilsak-a? Muborak bo'lsin deymiz, marhamat. Xush kelibsizlar mehmonlar. Hammangizga birinchi navbatda rahmat deyman. Shu kunlarda bu shaharda kelib, Xo'sharpamni tavallud ayyomida xursandchiligimizga sherik bo'lib tursa, bu ham bir Allohning ne'mati deb bilaman. Sizlarga ko'p rahmatlar aytaman. Gullarlarda hammasizlarga salomlar bo'lsin. İşlerinizə rivojlar bo'lsin. Topqalaringizga yaxshi kunlaringizni bersin. Qolaversa shu bugungi diydorlashuv sababchisi Xo'sharpam. Endi Xo'sharpam bugun tavallud kuni. Tavallud ayyomimiz muborak bo'lsin Xo'sharpam.
uzağına kuantırsın. Şundan 65 yıllıklarda köplerini görüş. Allah'tan sorap kalamam. Kalırsa şu yine Rusya'da kızınız şimdi yaxşı göredikken sizi ezazlıdikken çünçeli bir tilekler, istekler şu Güllen degen bir katta bir yurtdan ajoyib yurtdan sizlarga tashrif buyurgan shuni iltimos qilgan kelganlar yana shulargasi sababidan bu qizimizga da sog'lik salomatlik tilayman. Shu qizdan topganlari hamma yaxshi kunlarni buyursin, to'ylarini buyursin. Ko'p yaxshi orzu, istak, tilaklari bor. Shular hammasi ro'yobga chiqsin. Ana bolasini uylantiraman deb birikdi. Shu katta to'ylarimdan shu gullarlik me'morlar bilan birgalikda inshaalloh shu to'ylarni katta qilib o'tkazish hammamizga yetirsin shu gullarga. Sog'lik, salomatlik tilayman. Uzoq umr tilayman. Sog' salomat bo'l. Bir so'm topsang yaxshi kuningga buyursin. Kuch-quvvat tilayman. To'ylarında qaytsin hamma ishi yaxshi qilib yurgan ishlarini, yaxshiliklarini ajoyib qilsan. Ko'p yillardan beri mehnat qilasan, farzandlar deb, opam deb, ukalarim, og'aylarim deb. Yana opam bechora quvonib, seni surprizing opamga kutilmagan narsa bo'ldi bugunda. Ana opam quvonib hatto shu sevinch yoshlarim ko'zlaridan kelib, og'in tug'anlar ham, ukalaring ham, singillaring ham, jiyanlaring ham hammasiga ko'z yosh, quvonch ko'z yoshlari bilan sen tufayli shunday bo'lib turibdi-da, bu narsa o'rtaga kelib turibdi. Sana katta rahmat. Endi umidim, boshlamasida umidi bormi? Yana bir marta qo'shirapa sog'lik, salomatlik mustahkam, uzoq umr tilayman. Xonadoningizdan yaxshi kunlar to'ylab bo'lsin. Shularda shu farzandlaringizni, oqtiqlaringizni kamolni ko'rib, shularni to'ylarni ko'rib bosh bo'lib yurgaysan. Shu yana bir marta shu gullarlik mehmonlarimizga xizmatlari uchun rahmat deyman. Bundan ham rivojlanib, bundan ham hozir bir mashina kelsa, endi safar 3 mashina, 5 mashina keladigan darajaga yetishingizni tilayman. Rahmat hammangizga, sog' salomat bo'linglar, kuch-quvvat tilayman sizga. Katta rahmat deymiz. Mana shunday ajoyib tilaklar uchun bitta qarsiyalarni chalib qo'yamiz, ha? Muborak bo'lsin deymiz, onajon. Marhamat, tilaklarni istaklarni davom ettirasiz. Yaxshi edi, akamiz. Bir evrimiz akamiz ikimizga gidelim-da. Yoshlikdan o'chib keldik, ta umrimiz oxirigacha ikkimiz bir yerdamiz. Opam shunday ko'rib, ikkimiz yurtimizda, ikkimiz bir yerda bo'lib yotamiz. Bak ikimizdan bir yangi turmushga chiqmagandi, uyda yashagandi. Endi otam bilan opam shular resimlardan ko'rib o'rgansak-da. Bu akama bu jannatiy akamiz bu. Shuncha 4 bolani voyaga yetirdi, turmushga chiqardi, uylantirdi. Yine aql, chog'lik, iloyim yovug'dan ko'rib o'tirish, yovug'dan ko'rib o'tirish nasiba ro'za aylasin shu akama. Xudoyim buna uzoq umr, baxt, saodat, Xudoyim jannat eshiklari hamisha bu uchun jannatiy onadan bu. Jannatlar oyaqasında, onalar oyaqasında beğendi. Şu jannatiy odam bu. Shuni buni shuncha qiyinchiliklar bilan shu darajaga yetdi. Shu bolalarim, bir umr bolalarim, oqtiq chavuqlarimda hozirgacha tinchimidi bu. Erkakni o'rnidan o'zi, xotinni o'zi, onasini, otasini rolini o'ynab keltirdi. Bolalarim shunday o'qimishni o'qishdi, ko'psini, yine oqtiqlarni o'qitib, bir ajoyib oila, hamma havas etadi oilada. Buna shu uzoq umr, baxt, saodat tilayman, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilayman. Hamisha shunday odam qo'shilay, o'zim qo'shilay. Yine 65 ga kirdim. Hali shu 15 yoshligimda va shu niyatini orqasidan hamma gulib, sen nari bo'lsa orqasidan otib, ha kulib ketaveradi. Odam qo'shilay, o'zim qo'shilay, hamma shu qo'shiqlarni qilsin. Hamma bizlarimda tavasin, lablarimdan kulib, kulga aylansin. Rahmat.
Hemen sağlık, selametlik, bakışçılık. Yine dasturxonimizni ko'rmushi bir yere demesin. Sizlere de katta rahmet. Önemliyen olsanız da sizlere özellikle yaxshi qizlar ataysizlar. Shu kunlarda yurtimizdan tashrif buyursizlar. Katta rahmet. Sizlarni chiroyli bir ajoyib güzel mal desem bo'ladi. Tanishlarni o'g'lim akasilar uchingizda. Ularning izlaringiz ko'raversin. Bu yoshlarni 4-5 mashina bo'lib kelinglar. Shu yerlarida o'yinlar bilan, yana nochuk ishlar, noshunlar bilan yaratyapsizlar. Xudoyim hammamizni shunday yaxshi kunlari, to'ylari yetiraversin. Hammamiz shu kuni nasib bo'lgaymiz. Shu qizlarni ham Nasibaga qarabdirmi? Nasiba qizim, Xudoyim uzoq umr tiringlar seni, dunyo turmancha turmay. Apamam şu hastalan diktirlerdi. Sen altı çavur yavur görünümü oturaysan. Şu diyabeten gel gözlerimiz bir yanında durar mı sen var? Sana ketler rahmet. Xudoy önünü silip oturaysan. Ballarını, kızlarını, artıklarını, rahatını görüp. Hemşe şu sakınız köpeyse köpeysinden sırrına kemeymesi. Şuna apam dayılara doğuşlar, mentajgüler, hem meseleleri hoş olup şöyle cem olup şöyle yürüttüler. Dayım kapıların her işte yaxşı günlere, soylara, bunlara git sürprizleri etevermezler. Dayım sakın gelsen kızım, yaşlı apanın baktığına, güzelin baktığına, yine apasın günlerin ümidi, ciğerlerin yumuklu, sıcakla, emmesi bir gerekte, bir kere göç koylarına hizmet edebilir. Tıpkısınlar, hem geçkiler, hem şüphemiz. Dayım, sakın gelsinler. Babam sizlere sağlık, sağlık bilen kez görüştürürsünler. İsmizine işini doğma günlerimiz köpeli. Koylarımıza buradan şöyle gelip geçler. Yurtumuzun aslanımızın sağlığısına Katta rahmat deymiz. Mana shunday uzun tilaklar uchun bitta qarsigan chalib qo'yamiz. Muborak bo'lsin deymiz. Biz siz ham bitta tabrik olib olsangiz bo'lar ekan-a? Shuncha tilaklarni bilar ekansiz. Katta rahmat deymiz. Ana endi tilaklarni ko'rsatib olsanglar, davom ettirib ketamiz. Marhamat. Özbekistan'dan başlar, müstakilliğimizden. Prezidentimiz kalıp gitti. Ben şu günlere geldiğiniz için size katta rahmat, kança söylersek şunca, yani sizi söz bilen tertip aytolunuz. Siz güzel dünyaya geldiğiniz için, hemmesi için size hemen bergeniz üstüyüze, hemmesi için size rahmat etaman akla. Bakımıza sağ sağlamak olur. Yani oynayıp gülüp her işe şunu yaşarıp, Xudoylarımız, akıtlarımız, öğretmenlerimiz, çoluklarımız, öğretmenlerimiz, öğretmenlikler nasip etsin. Xudoy sana rahmet egeleriniz için, sana şu günlere yedirip, bizlere sen toylarınızda bağlı teşekkür etsin. Rahmet. Katta rahmat deymiz. Qarsigan chalib qo'yamiz, ha? Rahmat deymiz. Mana shunday ajoyib tilaklar uchun ana endi tilaklarni davom ettirib ketaveramiz, ha? Bu chetdan. Marhamat. Rahmat. Xolajon, iloyim uzoq umr ko'rgaysiz, vaqtingizni sog' yurgaysiz, ammo shunday ochilib, sochilib, ammo yasharib bilgaysiz. Sog' yuring, biz yoshlarga kelganda ishlatib yaxshi kunlarda o'tirganmiz hamma. Aka, opa, sizlar ham sog' yurgaysizlar, vaqtingizga iloyim. Ammo yaxshi kun bo'lsin uyingizda. Akajon, addush siz sog' yuring. Yaxshi, rahmat. Katta rahmat deymiz. Ana endi yo'ldagilardan tilaklarni bir-ketin qabul qilamiz. Qotish yo'q endi. Birinchi sizdan boshlaymiz. Marhamat.
shunday qo'shilay bo'lgaysiz, vaqtimizga sog' salomat o'ylab ko'rgaysiz. Katta rahmat. Ha, marhamat. Bo'ldi mana. Marhamat. Şiiri bilen nelerini aytmadınız? Bana kichkina vaqtida büyük vaqtida bundan yardım bizim bakkan olmadı. Ana tabriklayman, ko'p yoshlarga keling. Hamma kimizda orzu niyatingiz bo'lsa, hammasini erishing. O'ynab kulib, bizning davrimizda sog' omon bo'lib o'tirish hamma sizga nasib etsin. Nasib etga siz ham rahmat, shunday narani tashkillashtirganingiz uchun. Apa siz ham vaqtingizda sog' bo'ling, hammang oilang bilan tashakkarman. Ana baxtli bo'ling, saodatli bo'ling siz. Mustafa bolamam, Xudoyim Mustafa bolamam shuni yoshlarga kelganda bizning yanimizda yurish nasib etsin. Anasini shu yoshga kelganda yana 65 yoshga kelganda tabriklar bo'lsin. Ana tabriklayman, ko'p yoshlarga Şiirini yapalım. Şiirini ben şunca getirdim. Kitaplara şiirlerini çıkarttım. Tabii şey olsun da. Doğrusu. 8. Mart bilan baytam. Yaxshi ish bo'lmasa qir bobomizdan. Kitaplarım çıkkanmı? Hamma yaxshi niyatlar sizlar, eng yaxshi sizlar. Katta rahmat deymiz. Albatta, Xudo xohlasa keyingi tavallud kunlarigacha bitta she'r tayyorlab qo'yadi. Bir she'r farz bo'ldi izimda. Birimiz 2 she'r. Bo'ldi. Bo'lmasam endi ana shu yerda nasib bo'lganimizdan ham kameraga bir onlayn tabriklasan, ha? Musofir yurgan. Telefonni shunday kameraga qarab tursangiz, hammaning yonida ertaga ko'rib o'tirgandan yaxshi bo'ladi. Yangi studiyalar uchun katta rahmat deymiz bizga ham jamoamiz nomidan. Ilohim keyingi tug'ilgan kunlarda shu birgalikda nishonlash nasib etsin. Alloh aylasin. Marhamat. Rahmet kızım, rahmet. Katta rahmat deymiz. Albatta ko'zda albatta sog'inch yoshi ham bor bu yerda, vatan sog'inchi ham bor, qadrdonlar sog'inchi ham bor. Xudo xohlasa keyingi yil birgalikda nishonlaymiz degan umiddamiz. Bo'ldi, mana shu yerda mana shu akamizdan ham bir onlayn tilaklarni qabul qilsak, ha? Marhamat. Söyleyeceksin. Yaxshi rahmat, heyecanlanma. Katta rahmat deymiz. Mana shunday ajoyib tilaklarni, istaklarni qabul qilib bo'lgan bo'lsak, ana endi jiyanlarga o'tamiz, ha? Jiyanlarni o'zlari to'ldirib beradi she'rni hozir. Marhamat. Ataygin sinim ko'rsinda o'g'il, sizga bo'yin so'ramasam. Voy, malades. Ana endi tabriklayman deb qo'ying. Tabriklayman. Anangizni yaxshi ko'raysizmi? Hava. Unda bormi? Bir qo'shaqoq qo'yingda, bor. Yana she'r aytasiz? O'ylab kelganmi? Kamol, kel. Ismingiz nima? Kamolbek. Anangizni yaxshi ko'rasizmi? Hava. Unda tabriklab bir she'r aytib qo'yamiz. Qani, bu yoqqa qarab. Ko'llar ko'lga, so'zlar so'zga, arzu bilan bog'lanar. Yuraklardan yuraklarga o'tish uchun jolanar. Voy, manasi. Bitta qarasanglarni chalib qo'yamiz. Voy. Kel. Qara, marhamat. Bu yoqqa qarab, bu jonga qarab, marhamat. Zidaydilar otimni, bilasizmi zotimni, Musa Zokirjon, mendan maqtanar kunom. Bayram qachon bo'ldi? Bayram? Ana, esda qoldi. Katta rahmat, bu qarasanglarni chalib qo'yamiz.
Bir chetdan gapiramiz, bir she'rdan, ha? Qani turamiz. Turib olsak yaxshi bo'ladi. Keling. Bir tabriklaymiz. She'r shart emas. Qani tabriklaymiz. Siz ham turing, bu yerga keling. Qani shu yerda turing. Yana kim bor edi? Amro yoshini. Kimlar bu yerda? Kimlar? Qani tabriklaymiz desangiz bo'ldi. Qani kimlar mana shu yerda tuzilib turinglar. Qani turinglar, aqtiqlar hammang turinglar shu yerda. Aqtiqlar. Qani sen? Qani sizlar kelinglar. Hammamiz turamiz shu yerda, aqtiqlar. Aqtiq chovliqlar hammasi kelinglar. Alfalar kim bor? Turinglar. Qani? Kimga kelgan navbat? Marhamat. İsmingiz nima? Sarorbek. Sarorbek. Bu jonga ajoyib tilaklarni yo'llab qo'yamiz hozir. Xo'pmi? Katta bo'lganingizdan keyin ko'rib o'tiramiz mana shuni YouTube'dan. Ko'plar yoshlarga qiling, 100 yoshlarga qiling. Tabriklayman. Uzoq bo'lsin. Oyga o'xshar ekan, osmonda uchar ekan. Obid olim ozoda, ostonang bo'lsin toza. Voy katta rahmat sizlarga. Barcha bir-biridan bilimdan aqlli ekan, ha? Ana endi kimga keldi? Marhamat. Shu anani yoshlari ko'p, yoshlara 100dan 100a o'tib birorga, 100dan 1000ga kirgan. Shu anam jannatlarga kirib yurgan. Ana, she'rni 12 marta bosib ketdi. Katta rahmat deymiz. Ana ajoyib tilaklar uchun qani kelinglar. O'g'il bolalardan qolamiz endi. Qani kelinglar. Qani kel. Qani kameradamiz. Keling. Tabriklaymiz bu. Qani tabriklaymiz bu. Xalat tabriklaymiz. Aha. Tabriklaymiz. Ana, katta rahmat deymiz. Qani mana shu yerda hammamiz tuzib turamiz, tarqalmaymiz. Qani keling. Bo'ldi. Shu yerda tuzib turinglar. Qani. Tabriklayman ana de. Nede? Nede? Oy. Tilini chiqarib. Ha, bo'lmasam mana shu yerda tuzib turinglar. 3 2 1 degandan keyin hammamiz tabriklaymiz deymiz. Xo'pmi? Qani, ketdi bo'lmasam. Tabriklaymiz. Ina deymizmi? Xala deymizmi? O'sha onajon deymiz bo'lmasa. Tabriklaymiz onajon. 3 2 1 ketdi. Tabriklaymiz. Ha. Bo'lar ekan. Katta rahmat deymiz. Qarsilar qo'yamiz. Mana bolalardan kichkina bir shou bo'ldi endi bu. Ana endi mana shu shirindan shakar tortlarimizni birgalikda kesib qo'ysak, bitta pichoq, vilka, tanlik olib kelsanglar, hozir xudo xohlasa hamma yonda mana shu yaxshi niyatlar bilan bir kesib qo'yamiz. Marhamat. Qani birgalikda yaxshi niyatlar bilan tortni boshladi. Xudo xolasa, sog' bo'lsam hammasini qilaman. Sağ ol, selamet ol. Rahmet, sana da rahmet. Aklarımı öyle de iyi oturgayım Xudoyim. Yine çoğuluk gördüm. Yemekler yiyeyim çoğuluktan Xudoyim ben. Yo'qam görsen. Gelmeyeyim ben ilayim o. Kütülmeye sağlarım için başlayatırman.
Ben özümü tutamadım, sevince sandım çıkıp gitti. Hadi dostum yapalım, zilli geldi, hadi geç kılın. Şu neng bilen, şu oylama fikirlerini, akıllı sevdiğine bulsam azgın aytkanında ben hayatım alıp gittim özüme. Sürpriz olar. Bir sene var. Yine Harbiye Krasiya'da yurttu bağlarım. Ben sana mevzudum sağlamam. Geçe gidip sağlamam. Kudayım sağ selamet yerine. Yurtumuzun dışlıkını belki kudayım. Sağlaman gerekler. Hemmesi sağ selamet geçiyor. Ne de yürgenlendi. Vatandaşlarımızın bağları hemmesi sağ selamet olup gelirler kudayım benden. Doğuk taşıp gelirler. Neyle bir de kız varım böyle. Ümidem var, Harbiye bağlarım. Hemmesi minnetlerim, hemmesi zaya gitmeyerken. İstediğim siz bağlarım. Şu an baya getirgen ben özüm söyleyip getir ki oturtmada. Yine tortum için rahmet, başlayandırmayın balam. Yaxşı. Ene sürpriz, mene sürpriz dedi. Ulayda daha sürpriz var. Hadi ben gelip sürpriz. Mahalleme bir dudu gap bo'ladi. Ben öyle bir gece git gelen yaşamlarım dostlarımla oturup gelemem desem, babam ben köyden çıkarmadı. Akşam 12'de başladı burada. 12'de tursam, şu torklar nelerden gelip tuttu adam baba. Vay bu yakın bir ağzım açsanız benim başka çenelerim vardı, ricalerimden de söyleyip gittim. Şu sağ salamet üzerinde buldu bağlarım. Rahmet, hemmenize rahmet. Kudayım, benim kolumdan gelecek kardı. Kudayım benimle hemşemizi öğrendirip, Kudayım lisanı çıkarıp, hemmesini aldıklarını, hemmesini görüp uçura verir. Nasip etsin, uzak ömür. Koş kafanızdan koşa karıp, bak müsaade etsin. Canım. Ama kendi bir balam var ya kendilik. Yala ben. Bu ikinci dört buydu yine balama bile rahmet alır. Ama şu anda o Cecebeleş kesildiğimizde bir şey. Bo'lmasam hammaning diqqat markazini mana shu tort va onajonimizga qaratishingizni so'ragan bo'lardim. Marhamat, bo'lmasam tortimizni birgalikda kesamiz. Birgalikda onajon bilan. Bir bo'lak yetadi. Onajonimga bir bo'lak bersangiz, qolganini kesib farzandlari bir-birini yedirib qo'yamiz, ha? Ha, boshlab beramiz. Keling. Qani yedirib qo'yamiz. Qarsiylarni olqishlab turamiz, ha? Kelinglar qizlarim, yedirib qo'yamiz. Qani. Qarsiylarni chalib qo'yamiz. Muborak bo'lsin deymiz. Yana bir bora onajonimizni tabriklaymiz. Ilohim hayotingiz mana shunaqangi ko'p kabi shirin va totli bo'lsin deymiz. Bo'lmasam bugun quvonchlikni kayfiyatni ko'tarib, do'zib o'ynaydigan. Onajonlar o'ynaymizmi? Xudo xohlasa mana shu yo'lda o'yin qilamiz bunda. Qo'shiqlarimiz albatta.
Qo'shganimiz albatta sizlar uchun bo'ladi, marhamat. Yo'q, bo'lsa. Qanotlar davom rahmat deymiz. Ana endi tarqalmaymiz. Mana shu bir esdalikka bir rasmga tushib qo'ysak, ha? Hammamiz. Yoshlarga ko'proq o'rgaysiz. Vaqtlar qo'ydan shunga o'tirishga qo'ysin. Cho'g'liqlarni kestiramiz endi, xudo xolasa. Sunnat to'y bo'ladi. Xudo xolasa. Yaxshi rahmat, sen ham yetiravergin, Xudoyim ko'p yoshlarga. Yaxshi kechib kelding endi boshlandi yana yurtdaman. Yaxshi rahmat. Sağ olun. Tebriklaymiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, hamisha hamma yerda to'y bo'ladi.